Assalomu alaykum. YouTube a'zolari, Bergoms qiziquvchilar, Bergoms mahsulotlarini dehqonchilikka ishlatuvchi dehqon aka-ukalarimiz mana bugun Bergomsimizda namligi oshganligi sababli Bergomslarda yoyib qo'ydik. Elakdan o'tkazish maqsadiga yoyib qo'ydik. Mana namliklari bugun qop Bergoms elab berishimiz kerak bir dehqon akamizga. Shunga hozir o'n qopni yoyib elakdan o'tkazib berishimiz kerak. Mana yomg'ir yoqqanga ancha nami qilib qolibdi. Mana bu tomonga Bergomslarimizni ustini yopganmiz. Hozir tayyor bo'lgani yo'q. Qator yangi oziqa berganmiz. Kaliforniya qizil chuvalchanglar ishlashmoqda. Mana do'stlar, chuvalchanglarda qay holatda ishlashini qator ko'rsatayin. Ko'rinayotgan bo'lsa do'stlar, chuvalchanglar holati yangi ozga tashlaganga qay holatda mana g'izillashyapti. Mana do'stlar, mana qay holatda zichiklari yaxshi. Do'stlar, Kaliforniya qizil chuvalchanglari qay holatda ishlashyapti. Mana do'stlar, ustki qatlami yangi ozga tashlaganmiz. Mana taglari Bergoms qilib bo'lishgan. Mana qop-qora mana ko'rinayotgan bo'lsa. Ustki qatlamiga chuvalchanglar yaxshi o'tgandan keyin ustki qatlamini olamizda. Mana hozir mana shu pastki qatlamida chuvalchanglar bor. Ustki qatlamini shuning uchun ustini yopib qo'yibmiz. Ustiga yaxshi ishlagandan keyin, chuvalchanglar chiqqandan keyin ustki qatlamini olib, dastlabki tayyor bo'lgan Bergomslarni bir qator to'ydalab sergitib elakdan o'tkazib dehqon aka-ukalarimizga topshiramiz. Mana shu tarzda. Mana hozir mana shu Bergomslarimizda ozroq sergisa elakdan o'tkazib, elakdan o'tmagan holatlari mana 8-9 oy qizil Kaliforniya chuvalchanglar yegan mana shu mahsulotda
dehqon aka-ukalarimizga beramiz. Dehqonchiliklarni xohlagan turdagi dehqonchiliklarga ishlatish mumkin. O'ta sifatli beg'omizlar. Kim bu biznesga qiziqib, shu biznesni qilaman degan aka-ukalarga Qizil Kaliforniya cho'lchanglarimiz bor. 1 kvadrati 500 mingdan beramiz. Zich holatda. Mana shunday beg'omiz mahsulotlarni tayyorlab dehqon aka-ukalarimizga sotishlari mumkin. Xohlasa o'zini dehqonchiliklariga bemalol ishlatsa bo'ladi. E'lanmagan beg'omizlar. Mana do'stlar, mana shu tarzda Qizil Kaliforniya cho'lchanglari boqiladi. Mana bu tomonga traktorlarimiz bor. Mana bu tomonlar ham уже yangi g'ozkalar tashlangan. Bu tomonlarga ham bu tomoniga yangi g'ozga tashlanib, beg'omizdan tayyor beg'omizda olingan. Bu tomonlarga tashlangan. Kim shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalar bemalol murojaat qilinglar. Qizil Kaliforniya cho'lchanglari bizda serob. Ko'plab yo'nalishlarda o'rgatib boramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.